Assalomu alaykum. Bugungi videoyimizda sales moduli, ya'ni savdo bo'limi bo'yicha ko'rib chiqamiz. Odoo dasturining asosiy menyusidan sales bo'limini bosamiz. Shunda bizni savdoni eng asosiy oynasiga olib boradi. Bu yerda barcha kiritilgan tijorat takliflari, ya'ni quotations ro'yxati chiqadi. Yuqori qismda qidiruv orqali kerakli taklifni topishimiz mumkin. Yuqori o'ng burchida filtr va guruhlash, ya'ni group by tugmalari orqali ro'yxatlarni sotuvchi bo'yicha, umuman boshqa narsa bo'yicha guruhlab olishimiz, filtrlab olishimiz mumkin. Agar sales person bo'yicha guruhlaydigan bo'lsak, takliflar mas'ul xodimlarning kesimida guruhlanib chiqadi. Yangi tijorat taklif yaratmoqchi bo'lsak, yuqoridagi new tugmasini bosamiz va ochilgan yangi sahifada customer qismiga customer, ya'ni mijozi nomini yozib tanlab olamiz. Misol uchun Openwood. Keyin amal qilish muddati, ya'ni expiration date va boshqa shartlarni qo'lda to'ldiramiz, avtomatik to'ldirilishi ham mumkin bo'lganlari bor. Yuqoridagi send tugmasini bosib, bu proforma fakturani bemalol o'zgartirishimiz mumkin va o'zgartirmoqchi bo'lsak o'zgartirib, keyin send tugmasini bosib mijozga jo'natamiz. Yuqoridagi menyudan confirm tugmasini bosib, quotation, ya'ni tijorat taklifini tasdiqlab olamiz. Shunda u rasmiy buyurtmaga, ya'ni sales orderga, rasmiy sotuv buyurtmasiga aylanadi. Buyurtma tasdiqlangandan keyin, ya'ni confirm bo'lgandan keyin endi buyurtma bo'yicha invoice yaratamiz, ya'ni hisob faktura yaratamiz. Yuqoridagi menyudan create invoice tugmasini bosamiz, ya'ni hisob faktura yaratish tugmasi. Chiqqan kichik oynada regular invoice ni tanlaymiz va create draft, ya'ni qoralama tayyorlash tugmasini bosamiz. Shot fakturani, ya'ni hisob fakturani qoralama, ya'ni draft oynasi ochilyapti. Yuqoridagi qismida confirm tugmasini bosib, uni tasdiqlaymiz. Shunda hujjat post holatiga o'zgaradi, ya'ni joylashtirilgan holatiga o'zgaradi. Ana endi to'lov qilish uchun pay tugmasini bosamiz va u yerda ochilgan oynada to'lov turlarini, hamma summasini, sanasini kirgizib, create payment tugmasini bosamiz va natijada hujjat in payment degan marka orqali hujjatimizni ko'rinishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yuqoridagi menyudan, ya'ni smart tugmalar orqali sales order sahifasiga qaytmasak bo'ladi. Bu juda ham oson. Yuk jo'natish, ya'ni delivery jarayonini bajarish uchun smart buttonlardan delivery tugmasini bosamiz. Ombor sahifasida mahsulotlar mavjudligini tekshiramiz, check availability ni bosamiz va validate tugmasini bosib tasdiqlab olamiz. Yuqoridagi menyudan yana havolalar orqali sales orderga qaytishimiz mumkin bo'ladi va sales so'zini bosib quotationga qaytib olamiz va bu liniyalar, linklar orqali qaytish juda ham ishingizni oson qilishi mumkin. Mijoz uchun rejalashtirilgan vazifa, ya'ni activity qo'shmoqchi bo'lsak, ro'yxatda pastda ko'rishingiz mumkin soat ikonasi bor. Uni ustiga bosamiz va schedule an activity degan oyna ochiladi va u yerda vazifani turini tanlab, mas'ul xodimni assigned to ga belgilab olamiz. Va u yerda not qoldirishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun tijorat taklifiga qolib ketgan buyurtmalar bo'yicha gaplashish deb yozdik va save tugmasini bosib saqlab olamiz. Asosiy menyudan yuqoridagi sales ustiga bosamiz va sales orders'ni tanlab olamiz menyudan. Va bu yerda barcha savdo buyurtmalari ro'yxati ochiladi. Yuqoridagi filtr va guruhlash tugmalari orqali buni ham bemalol guruhlab olishimiz, filtrlab olishimiz, xotirlik kesimida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yuqoridagi menyudan yana salesni bosamiz va u yerda endi drop down menyusidan customer, ya'ni mijozlar bo'limini tanlab olamiz. Va bu yerda tizimdagi barcha mijozlarning ro'yxatini ko'rishimiz mumkin, ularning ma'lumotlari chiqib keladi. Yuqoridagi menyudan orders to invoice ni bosadigan bo'lsak, u yerda barcha invoice yaratilgan, invoice yaratish kerak bo'lgan quotation tijorat takliflarining ro'yxati chiqadi. Va yana menyudan orders to upsell bo'limiga o'tsak va bu yerda barcha qo'shimcha sotish uchun buyurtmalarni yo'qligi hozir ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Agar qo'shimcha sotish uchun buyurtmalar bo'lsa, shu yerda ko'rishingiz mumkin. Yuqoridagi menyudan products tugmasini bosamiz va ochilgan ro'yxatda products, ya'ni mahsulotlar bo'limini tanlab olamiz. Va bu yerda mahsulotlar katalogi chiqadi.
Qidiruvda filtrlar menyusini ochib, mahsulotlarning turlari bo'yicha bemalol guruhlab olishimiz mumkin bo'ladi. U mahsulotmi, u tovarmi, u servismi, bemalol filtrlab olamiz. Mahsulotlar katalogidan bitta mahsulotni tanlaymiz va uni asosiy sahifasiga kirishimiz mumkin. Mahsulotning kartochkasi ichida attributes and variants, ya'ni mahsulotning variantlari, sales, ya'ni sotuv uchun, price, narxlari, purchase, sotib olish uchun inventory, ya'ni ombor va accounting bo'limlarini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Yuqoridagi menyudan yana products bosib, product variants bo'limiga o'tamiz va mahsulotda variantlar ro'yxati ochiladi va ularning narxlari hamda ombordagi qoldiqlarini ham ko'rishingiz mumkin bu yerda. Products menyusidan price list bo'limiga o'tamiz. Narxlarning ro'yxati ochiladi va narxlar bo'yicha ko'rishingiz mumkin. Bu yerda valyuta va boshqa shartlarni bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin yoki o'zgartirishingiz mumkin. Products menyusidan discounts and loyalty bo'limiga o'tamiz va bu yerda mavjud chegirma va aksiyalar bo'yicha ro'yxat ochiladi. Chegirma dasturlaridan birini tanlab, uni shartlarini, mukofot qismini, sozlash oynasini ko'rib chiqishimiz mumkin yoki o'zimiz ham new tugmasini bosib, yangi chegirma, aksiyalar e'lon qilishimiz mumkin bo'ladi. Va endi yana Products menyusidan Gift Cards and e-wallet bo'limiga o'tamiz. Va bu yerda sovg'a kartalari bo'limi ochiladi. Sovg'a kartasi dasturi sozlamalari bilan tanishib, uni sozlab olishimiz mumkin bo'ladi. Yuqoridagi menyudan Commissions bo'limiga o'tamiz. Bu xodimlarning komissiya va mukofot pullari ro'yxati ochiladi. Komissiyalar oynasida jadval ko'rinishida o'tib, ma'lumotlarni bemalol tahlil qilishimiz mumkin. Komissiya bo'limini boshqa oyna va reja ko'rinishlarini ochib, yillar kesimidagi ma'lumotlarini tekshirishimiz ham mumkin bo'ladi. Commissions menyusidan Achievements bo'limiga o'tamiz. Xodimlarning erishgan natijalari, bajargan rejalari ro'yxati chiqib keladi. Endi Commission Plans bo'limiga o'tamiz. Menejer va sotuvchilar uchun tuzilgan komissiya rejalarini holatini tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Manager Achievement komissiya rejasini ichki sahifasini ochib, uni shartlari, davrlari va mas'ul shaxslari ko'zdan kechirishimiz mumkin. Adjustment bo'limiga o'tib, komissiya ko'rsatkichlarini qo'lda o'zgartirish yoki tuzatish kiritish oynasidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Reporting menyusidan Sales bo'limiga o'tamiz va savdo tahlillari va grafiklarini diagramma, ustunli, chiziqli ko'rinishlarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Komissiya hisobotlari bo'limiga o'tib, xodim bo'yicha hisobot jadvallarini, tahliliy diagrammalarni ko'rib chiqa olamiz. Endi Configuration Settings bo'limiga o'tib, savdo moduli bo'yicha barcha sozlamalarni sozlashimiz, o'zgartirishimiz, o'chirib yoqishimiz mumkin bo'ladi. Va u yoqdan Sales Teams bo'limiga o'tsak, kompaniyadagi mavjud savdo jamoalarini ro'yxatini ko'rib chiqishimiz yoki yangi jamoa qo'shishimiz yoki umuman bu jamoalarni o'chirib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Configuration menyusidan Quotation Templates bo'limiga o'tib, tijorat takliflari uchun tayyor shablonlar qo'shishimiz, tayyorlashimiz mumkin bo'ladi. Bu bizaga ertaga sotuv qilayotganda shunchaki Quotation Template tanlab turib, undagi mahsulotlar ro'yxati bo'yicha zakaz qilsak, order qilsak bo'ladi. Endi Configuration tugmasini bosamiz yana va u yoqdan Headers and Footers bo'limini tanlaymiz. Natijada hujjatning bosh qismi va pastki qismi bo'yicha shablonlar chiqib keladi. Bu yoqda Header, About Us, Project Description va Footer kabi shablonlarni ko'rishingiz mumkin. Ro'yxatda birinchi Header shabloni yonida 3 ta nuqta tugmasini bosib, uni qo'shimcha menyusini ochamiz va tahrirlash oynasiga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Ekranda tanlangan header shablonini PDF ko'rinishidagi namunasi ochildi va undagi kompaniya logosi, quotation yozuvi va namunaviy keltirilgan matnlarni ko'rishingiz mumkin. Yuqoridagi menyudan yana Configuration va yana endi Delivery Methods bo'limiga o'tamiz.
Ya'ni bu yerda yetkazib berish usullari ro'yxati ochiladi. Bu yerda standard delivery, the posts, local delivery kabi yetkazib berish usullari, ya'ni dastavka usullarini, turlarini, ularning narxlarini ko'rishingiz mumkin. Ro'yxatdan yetkazib berish usulini tanlab, uni tafsilotlari, manzil shartlarini, availability'sini va tavsif description qismlarini ko'rishingiz mumkin. Yuqorida chap burchakda delivery message yozuvi ustiga bosib, asosiy yetkazib berish usuli ro'yxatiga qaytamiz. Yuqoridagi menyudan configuration'ni bosamiz va u yerdan products bo'limi ostidagi text bo'limini ochamiz va mahsulotlar bo'yicha taglar ro'yxati ochiladi. Configuration menyusidan attributes bo'limiga o'tamiz va bu yerda mahsulotda attributlari, brend, rang, o'lcham va boshqa bo'yicha ro'yxatlarini ko'rishingiz mumkin. Attributlarning ichidan brend ustiga bossak, uni qiymatlari, ya'ni attributes value oynasiga o'tamiz va bu yerda Apple, Canon kabi brendlarning ro'yxatlari ko'rishingiz mumkin. Yuqoridagi menyudan configurationni yana bosamiz va u yerdagi drop down menyudan combo choices bo'limini tanlaymiz. Ya'ni combo tanlovlari va bu yerda ro'yxatlar chiqib keladi. Ko'rishingiz mumkin chairs combo. Uni ustiga bosganimizda uni ichki elementlari, narxlari, ya'ni ichki elementlari deganda qaysi mahsulotlarini birlashtirib combo hosil qilayotganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yuqoridagi menyudan configuration, u yerdan categories bo'limiga o'tib olamiz va mahsulot bo'yicha kategoriyalarning ro'yxati chiqib keladi. U yerda ko'rishingiz mumkin ona kategoriya va bola kategoriya bor. Ya'ni bola kategoriya ona kategoriyaga bog'langan bo'ladi. Ya'ni uni ostidagi subkategoriya hisoblanadi. Kategoriyalar ro'yxatidan kerakli qismlarni tanlab olishimiz yoki yuqoridagi new tugmasini bosib yangi kategoriya qo'shishimiz mumkin. Yangi kategoriya oynasida nomi, unga tegishli ma'lumotlarni kiritamiz va saqlab olamiz va kategoriyalar ro'yxatiga qaytib olamiz. Va u yerda configurationni bosamiz va product tags bo'limiga o'tamiz. Mahsulotda taglari bo'yicha chiqib keladi. New tugmasini bosib yangi tag kirgizishimiz, uni sozlashimiz mumkin bo'ladi. Yuqoridagi menyudan configurationni yana bosamiz va u yerdan units and packaging bo'limiga o'tamiz. O'lchov birliklari va qatorlash bo'yicha ro'yxat ochiladi. Bu yerda daqiqa, soat, metr, kilogramm kabi birliklarni ko'rishimiz mumkin. Yoki o'zimiz ham yangi qo'shishimiz yoki bu yerdagi ma'lumlarni o'chirishimiz ham mumkin. Online payments bo'limidan payment providers bo'limiga o'tamiz. Online to'lov tizimlari, ya'ni Wire, Transfer, PayPal, Stripe va boshqalar ro'yxatini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Payment methods bo'limiga o'tib, to'lov usuli ro'yxatini ochamiz va ularni faollashtirish holatini tekshirishimiz mumkin. Yoki faollashtirib qo'yishimiz yoki deactivate, ya'ni faollikni o'chirishimiz ham mumkin bo'ladi. Activities bo'limida activity types bo'limiga o'tib, vazifalarni turlarini, ro'yxatini ko'rishimiz, yangi tur qo'shishimiz mumkin. Bu yerda ko'rishingiz mumkin to do, email, call, meeting kabi turlar bor. Va u yerdan ro'yxatdan activity plans bo'limiga o'tamiz. Va savdo buyurtmalari uchun faol rejalarni ochiladi. Ya'ni sales order plans. Va new tugmasini bosib yangi reja nomini kiritishimiz, saqlashimiz yoki umuman eskilarni o'chirib tashlashimiz ham mumkin. Yaratilgan rejalar ro'yxatiga qaytib, umumiy natijani tekshirishimiz mumkin. Va shu bilan sales bo'yicha, ya'ni savdo moduli bo'yicha video darsimiz tamom. Savollaringiz bo'lsa kommentda qoldirishingiz yoki o'zimizni direktimizga yozishingiz mumkin. Salomat bo'ling.